Real Madridmi? Ular shunchaki ayyor, ular firibgar, ular doim mag'lub bo'lishadi va shu zahotiyoq bor aybni hakamlarga yuklab, yosh bolalarcha yig'lab o'zlarini oqlashadi. Ha do'stlar, 26 oktyabr, ya'ni bugun bo'lib o'tadigan El Clasico oldidan Lamine Yamal jurnalistlarga bergan intervyusida qirollik klubi haqida aynan mana shunday so'zlarni gapirib o'tdi. Bu esa madridlik muxlislar tomonidan katta e'tirozga sabab bo'ldi va Lamine Yamalning hozirgi kunda juda ham mashhur va trendda ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, bu El Clasicodan oldin ushbu qarama-qarshilikni yanada qizdirib berishini anglab yetishimiz ham mumkin. O'z navbatida Lamine Yamalning bu gaplari uchun uning Ispaniya terma jamoasidagi jamoadoshi va Real Madrid klubi safidagi gladiator va jangchi Dani Carvajal undan bu haqida so'rab olmoqchi. Albatta, ushbu bahs nihoyasiga yetganidan so'ng. Ha do'stlarim, bugun 26 oktyabr sanasida uzoq kutilgan ilk El Clasico bo'lib o'tadi, ya'ni 2025-2026 yilgi mavsumning ilk El Clasicosi. O'tgan yili ajoyib mavsum o'tkazganiga qaramasdan Barselona klubi ushbu El Clasicoda outsider hisoblanmoqda. Albatta, buning esa o'ziga yarasha katta sabablari bor. Lamine Yamal jarohatdan tiklanib qaytdi va u sport formasida emas. Rafinyaning ushbu bahsda maydonga tushishi u yoqda tursin, hattoki zaxira qaydnomasiga kiritilmaganligini ham inobatga olishimiz kerak. Robert Lewandowski esa o'zining yuqori sport formasida emas va Barselona tarkibida deyarli asosiy futbolchilardan 50%gina ishtirok etadi. Ya'ni Barselonaning asosiy tarkibida teng yarim asosiy futbolchilari yo'q. Va shuni ham inobatga olish kerakki, Barselona ushbu mavsumda o'tgan mavsumdagi vahshiy va tajovuzkor futbolini namoyish eta olmayapti. Real Madrid klubida esa aksincha ushbu mavsumda barchasi a'lo darajada ketmoqda. Albatta, Atletico Madrid klubiga qarshi qaqshatqich mag'lubiyatni inobatga olmaganda. Umuman olib qaraganda do'stlarim, Madrid klubi bosh murabbiylari Barselonaga qarshi debyut o'yinlarida umuman omadli desak noto'g'ri bo'ladi. Chunki Jose Mourinho Barselonaga qarshi debyut bahsini mag'lubiyatdan boshlagan. Carlo Ancelotti ham ilk uchrashuvda mag'lub bo'lgan. Rafael Benitez ham, Juan Lopetegui ham, Santiago Solaris esa faqatgina durang natija qayd etgan. Lekin ushbu mutaxassislar ichida faqatgina Zinedine Zidane Barselonaga qarshi debyut bahsida g'alabani qo'lga kirita olgan xolos. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Xavi Alonso bugun Barselonaga qarshi debyut bahsida ushbu noxush an'anani buza oladimi? Bizning shaxsiy fikrimizcha ha. Real Madrid klubi har tomonlama Barselonadan kuchli va favorit maqomida ko'rinmoqda. Va qolaversa, bahs oldidan matbuot anjumanida ishtirok etgan Xavi Alonso tarkibda muammolar yo'qligini yana bir bor ta'kidladi. Men allaqachon asosiy tarkibni ko'z oldimga keltirayapman. Juventus klubiga qarshi o'ynamagan deyarli barcha futbolchilar sog'ayib ketishdi va deyarli barcha futbolchilar asosiy tarkibda maydonga tushish huquqiga egalar. Biz Barselonani sinchiklik bilan o'rganib chiqdik va bugun maydonda nima qilishimiz kerakligini juda ham yaxshi bilamiz, deya ta'kidlab o'tdi 43 yoshli ispaniyalik futbol mutaxassisi. Do'stlarim, bilmadim ushbu bahsda kim g'alaba qozonadi va qanday natija qayd etiladi. Lekin aniq va tiniq qilib shuni ayta olamanki, ushbu bahsni jonli efir vaqtida bizning Telegram kanalimizda tomosha qilish huquqiga ega bo'lasiz. Buning uchun esa ushbu videorolikning opisiyasidagi va kommentariyasidagi manzil orqali o'tib RMDB Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki ushbu bahs jonli efir vaqtida aynan mana shu Telegram kanalda namoyish etiladi. Ushbu suhbatimiz unchalik ham uzoq davom etmadi. Lekin sizlarga 100% shuni kafolat beramanki, bahs nihoyasiga yetganidan keyin albatta ushbu suhbatimizni davom ettiramiz. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.